Assalomu alaykum aziz teletomashbonlar. Efirda Usul Shaydalari programmasi Qadam TV kanalida dastlab o'z ishini boshlamoqchi. Usul Shaydalari programmasi usul san'atiga o'z ulushini qo'shib kelayotgan usulchi va usul ansambller haqida suhbatlar yurgizildi. Bugungi yurgizilgan mashhur programmamizning mehmoni Quduz G'ojamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik mamlakatlik Uyg'ur davlat akademiyalik muzikalik komediya teatrining bosh baletmeysteri, Ruxsara usul ansamblining rahbari, xalqaro festival konkurslarining laureati Elmira Saydulayeva. İlmirada xush kelibsiz bizning studiyamizga. Birinchidan sizga cho'ng-cho'ng rahmat etamiz. Bizniki studiyamizga o'z vaqtingizni bo'lib kelib, shundaq bizni qo'llab-quvvatlagangiz uchun. İlmirada endi sizga birinchi qo'yar savolim meniki, siz shu usul dunyosiga qandaq o'z ishingizni boshlagan dedingiz. Shu to'g'ri qisqacha so'zlab o'tsangiz. Rahmat. Men Basitisi tug'ilgan, o'zim maktab vaqtlarimda shu usul krужокларга berib, ikkinchi sinf vaqtimda bizning o'zimizning ustozimiz Heyz muallim bilan Sapay usulni qo'yib, birinchi qaytim sahnaga chiqqan. Maktab sahnasi deymiz, sahnasiga chiqib boshlagan. Asta-asta har turli konkurslarga, festivallarga qatnashib, Anshi balapan, g'uncha konkurslar qatnashib, solni yakka usul deydi, yakka usullarni o'ynab to 1999 yılı Xalq Talantları deb mesela bilishinglar kerak. Cho'ng bir festival bo'ldi Almatada. Shuni ko'rib, shunga meshaga keldik. Birinchi qaytim teatrga qadam bosgan vaqtimda kelib o'zimning usulni ko'rsatdim. Ko'rsatib, shu yerda shu festivalda 99 yılı konkurs festival bo'lgan, g'olib chiqdim. Grand Prix oldim. Vaqtda sizniki qiziqishingiz texmi? Aşağıda yengib chiqqandan keyin bu yerda bizning ataqliq usulchi shu vaqtdagi baletmeyster, o'zimizning ustozi Gulnara Saidova meni ko'rib, shu konkursdan keyin shundaq bir yaxshi niyatlarni qilib, 11ni bitaganda cho'qim bizning shu teatrga keling deb biz yordam qilamiz deb birinchi boshlagan qadamlarim shu. Yaxshi, rahmat. Endi sizniki shu 6 yoshingizdan tortib shu usul hayotiga qadam boshladim dedingiz maktab vaqtida. Endi shu sizniki o'zingizning oilangizda, ya'ni buvlaringizda, yana dadingiz, yana opangiz shu san'at yo'lida bir bo'lmasa sizniki bu tug'um talantmi? Mening ota-onam ikki ustozlar, men ustozlar oilasi tug'ilib o'sgan. Mening opamning dadisi, sizlar hammanglar bilishinglar kerak, butkul dunyo bildi desam xatolashmayman. Uyg'ur san'atiga искусство deydi-ku, художник, ataqliq Uyg'urlarning orasida chiqqan birinchi professional rassom Avahri Shamsi. O'z vaqtida mening anglashim bo'yicha Yarkentda bir teatrda bosh quribdi ekan. Yarkent kichkina o'maklar bo'ldi o'sha yerlarda bosh qurgan ekan. Teatrni bosh qurgan deysiz. Naqsh sozlarni aytadi ekan, naqsh sozlarni yaxshi ko'radi ekan, naqshlarni aytadi ekan. Mamam o'ynadi ekan. Mamangiz o'ynadi. Shundan asta shu maktabdagi baqa vaqtlarimda shu mamam dedi, qo'lini egiz ko'tarib naqshlarni aytib o'yna deb. İşte bir nimler qaganda meningda. Yaxshi, rahmat. Endi sizniki shu hozir konkurs festivallarda boshladingiz, 11ni bitirib, undan keyin sizniki shu yana cho'ng professional shu to'g'riliq so'zlab o'tgansiz bizga. 90 shu konkursda g'olib chiqib, shu Gulnaradan bilan shu bizning teatrdagi barliq usulchilar bilan tanishdim. Usul bo'lgan qiziqishim texim o'sida mening bir eng arzuim shu teatrga kirish bo'ldi. Shu teatrda ishlash, shular bilan birga sahnaga chiqsam degan arzuim bor. Chunki men maktabda o'qiganda shu altaq programmasini ko'rib, shu usulchilar tazim qiziqatdim. Shundan keyin Gulnaradamning yardım bilan 2000-yil biz Estradni Sirkovoy kollejining xoreografiya отделениесida 5 Uyg'ur balasini ashlarning orasida men bor guruh yechib o'qishga tushdik. O'qishga tushib, shu vaqtdan boshlab mana endi professionalniy tarafdan tayyorliklarni yurgizdik. 2002-yili shu yerda o'qib yetiblar, sразу bizni shu teatrga taklif qilib, sразу ishga kirdik. Shundan mana birinchi qadamim teatrga bo'lgan professional usulchi tarafdan. Yaxshi, rahmat. Endi sizniki 2002-yili shu usul nimasiga boshladim deysiz-mi, teatrga kirdim. Endi shu teatrda shu vaqtda hozir mana siz boshqarib kelayotgan Ruxsara usul ansambli. Manaki teatrimizdagi eng oldin qatorlardagi usul ansambllarininki birisi. Shularniki hozir sizga bosh rahbari. Shu 2002-yili siz shu teatrga kirgan vaqtida shu Ruxsara ansambli bor edimi?
У вакытта usul ансамблі batdi. Yani kimning rahbarligida bo'lgan deydi? Gulnar Adam Saidovaning Gulnar rahbarligida shu vaqtda Gulnar Adam главный балетмейстер театр shu vaqtda dedi. 2002 yillarda ham bizga o'zi dars beradi, ham akademiya dars beradi. Shu yili Ruxsar ansambli batdi. Ruxsar ansambli bir yil mana 30 yil bo'ldi. Mana 30 yil. Mening bilan tengkanda 91 yil qildi. Onun Ha, bilan biz Gulnarada Saidova bilan bulto shundaq cho'ng efirda gaplashgan vaqtida Gulnarada shundaq deb o'tkatgan deydi. 91 yili Ruxsar ansambli qurilgan deb. Shu vaqtda men tug'ilganda mening bilan tengka bu ansamblimda. Shundaq aprin deymiz. Endi yana siz bilan suhbatim shundaq yaxshi qizyotdi. Endi sizniki shu Ruxsar ansambli kelgan vaqtida siz bir ansambl kirganda bir odam bo'lsa, o'ziga bir maqsad qo'ydi, mana aytganda. Sizniki bir maqsadingiz bo'lganmi o'sha yerda? Siz o'ylaganmi mana mushkamgacha mana shu ansamblniki bosh balet meistri bo'laman degan sizniki bir armoningiz yo bo'lmasa bo'lgan deydimi o'sha vaqtda sizniki? O vaqtda andaq armon bo'lmagan rostligini aytsam, o teatrga kirganda masalan boshqa bir ayıldı yaşap yan bir aylık kirgen qiyin o. Ügengicha. Şu birinchi kirganimda men bu yerda teatrda ishlasam degan nim bo'lgan. İştiyaq bo'lganda, mush teatrda ishlasam, mush sahnaga chiqsam, o'zimning talentimni ko'rsatsam degan, biroq buni solni yak usul o'ynayman, yo bo'lmasa mundaq boshqurma degan andaq bo'lmagan. Vaqtda biz 17-18 yoshli qizlar. Главный o'ynasam, sahnaga chiqsam degan bo'lgan. Asta-asta, ondan keyin 5-da karda balet deydi-ku, ham bo'lmasa bir top usullarda o'ynab yurdik. Top usullarda o'ynadik. Ondan keyin masalan usulchilarning тяжелый труд deydi. Неоценимый deb qo'ydik, qiyin emgak. Shuning uchun masalan bir 2 soat trenaj zanimatsiya qilamiz, mashq qilamiz. Ondan keyin usullarni ishlaymiz. Ondan keyin yani kerakli üzerine işlemişsen, beden turp sen jürisini mesela ügüteyde andak yok. Her kim öz için yaxşı işleş gerek. Şondan ki ben asta özüm qaştaq bir məqsəd qoydum da, mon iş bolğan ki mən qılıb, asta mon hərəkətlərini güney. Hem usulçularning tolki yaxşı nərsini alay. Mesela Gulnar Adamning bunu qol şəklini alay, Zuhra Adamning üz şəklini alay. Mesela Ray Adamning da sapalıq oynaydı, aştaq İğir oynaş nərsini alay deb, aştaq asta işləb, ondan keyin hər qitimda bir işləyəndə mana bunun məqsəd. Əmdə mındaq qılay deb, asta mana. Endi Elmirada qarang siz hozir Ray Adam, Gulnara Saidova, Zuhra Karimova deb o'tkatdingiz. Endi ular bizniki Uyg'ur xalqiniki peshqadam usulchilari, bunday aytganda Koroleva tansi deb qo'ydik, bunday aytganda. Shular to'g'riliq o'zingizning qisqacha fikringizni so'zlab o'tkatsangiz. Ulardan başqa yana bizde 3-4 çoğun hədlərimiz var mesela. Şulan atab ötkətsiniz. Marin Adam, Dilber Adam, ulardan qasa Faya Adam, Gal Adam deb mulqi Ruxsarning основатели Ruxsara deb qo'ydik, ularni aldı Gula Kasımova, Gulada Kasımova. Tajinsa. Ben ular bilan Gul Adam bilan men ishlab ko'mdim, shularga eshitdim. Mesela imdeyme her bir adamning mesela Gulnar Adam bo'lsin, Zuhra Adam bo'lsin, Ray Adam bo'lsin, Dil Adam bo'lsin, boshqalar bo'lsin, ashlarning hamısının tolki yaxşı tərəfini ağan. Məsələn, mən özüm üçün. Çünki hamma adam özünün işti vaxtıda köstüdü qoy. Qandaq talantlıq adam. Məsələn, Gulnar Adam həqiqətən bir talant igisi qoy. Şundaq bizni qatıq tutadı ki, şu Gulnar Adamның aşı xarakterim işte qatıq tutadı, trudolюбивый deyə qoyduğu əmgəkçan şundaq. Aştaq tərəfini ağan. Məsələn, Zuhra Adamның mehriban. Məyli o usulçu bolsun, məyli adam bolsun, adamның tolki yaxşı tərəfini eliş gerek, durusmu? Aşı mehriban tərəfini, hərəkətlərdə məsələn usul tərəf bolsa hərəkətləri igiz, çoğun aladı. Şu tərəfini aldı mən. Ray Adamның melizmlığını, aştaqıb hər bir yaxşı tərəfini aladı. Ağan hoş kəmgəcə hazırmı? Ola bizdən çoğun, sən degəndək həqiqətən ola bizdən sənətlik anlarımız desək mi xatalaşmayımız. Sonuçta tolki yaxşı tərəfini. Hamısı özü güçlük, yaxşı adamlar. Yaxşı adam bu üçün muşu kəmgəcə işlədi. Muşkəmgəcə işlədi deyəsiniz. Aştaq professor, birisi yaxşı ustaz şunlaşqa. Elmirada hozir mana suhbatim shunday yaxshi qizyapti. Hozir mening anglishim bo'yicha, bilishim bo'yicha siz Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida o'z bilimingizni oshirib keldingiz. Shu vaqtlardagi Urumchidagi vaqtlaringiz, ya'ni shu yerdagi hayotingiz qanday bo'ldi? Shu yerda mishat kelganda hayotingiz qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq bizga so'zlab bersangiz. Urumchi shahriga berish o mening bir armonim bo'lgandi.
Chunki men 11 sinfda o'qiyotganda bizning bir ustozimiz armoninglarni yezinglar deb ashtaq deganda men yezibdim ekanda, keyin uni daftarini o'qib qoldim. Menmi boshqa chet ellik studentlarga o'xshash Urumchi shahriga berib, chet elga berib o'qisam, bilim oshusam deb yezib qo'yibdim ekan. Uni men 98-yillar yezibdim ekan. Shuning teatrga kelib, shu bizga Urumchidan ustozlar, usulchilar kelganini ko'rib, mening bir armonim shu shundaq paydo bo'ldiki, ashaq berib o'qisam deb men shu bizning balet meisterlarga, bizning ustozlarga har doim dedim. Men avtinglar shay berib bilim oshiray deb. Ularning san'atini ko'ribdi. Chunki iya qaynam da qo'ymiz-ku, qaynam. Shundaq bo'lib, shu 2008-yili ashtaq bir fursat paydo bo'ldiki, Urumchiga berib o'qish, bilim oshirish. Sizga shundoq fursat yaratildi 2008-yil. 2008-yili mang'il emas. Shu Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur yosh bolalarga ashtaq fursat paydo bo'ldi. Men shu yerga bormadim, meni teatrdan borsam vaqt ishdan chiqqan. Shu vaqtlarda siz vaqtda teatrda ishlayotdingiz. Solist ketdim. Ishdan chiqib borsam bo'lu. Ishga ta'sir qilmaydigan ishdan chiqqan. Shunlar men ishdan chiqib, qadimkinde qo'lni qo'yib ishdan chiqib ketib, уволилась degandek shu yerga bordim. Aşaga berib, men shu yoq shundaq bir nadejda deydi-ku. Umid bilan bordim. Ümidim haqiqatan aqildim. Umidimni desam bo'ldi. Urumchida haqiqatan san'at institutida xoreografiya bo'limida 1 yil bilim oshirib o'tdim. Uyg'ur usul bo'limida. Uyg'ur usulundan kelib chiqishi, tarixi, har turli Uyg'ur usul stillarini o'rgandikda, ondan tashqari men har bir o'makka berib, ashadga barliq usulchilar, mening armonimda ashlar bilan bir ishlasam, bir sahnaga chiqsam deb, shu ba armonlarim ashad o'rinlandi desam, xatolashmayman, chunki Amangul bilan bir ko'rish, ashnodan Amangul Sidiq bilan bir usul ko'rsam, kurash akam bor, bizlar kurashajab Ali dereceli balet meisteri. Şunun bilan bir ishlab baqsam degan. Mevlan Niyaz bilsa, Mevlan Niyazning shu Lopnur kechiligida ashad bo'lib, o'zim haqiqatan ko'rdim qanday usul ishlash, o'ynash degandek. Shu armonim 2008-yildan 2009-yilgacha 1 yil mobaynida amalga oshdi. Yoqdim biz shundaq nurg'un usul bagajda qo'yamiz. Ashtaq usul bagaj elib chiqdingizmi yoqqa? Usul har turli usullarni elib chiqib, Mashhad Ruxsar ansambl bilan qaytadan ularni hammasini ishlab, mana mushu kamgacha ashaqdan akagan 10 yil mabay bo'lib ketdi. Ishlatmayapman, yanıma nurg'un. Endi qarang, siz shu yoqdan kelgan vaqtda men esimda bor, siz mushay kelib o'zingizniki Ana yurt nafasi nomli bir cho'ng konsert qo'ydingiz. Shu konsertingizda mana biz ko'migan mushadki Qozog'istondagi Uyg'urlar bilmagan usullarni siz mana mushaga chiqib xalqqa namoyish qildingiz. Shu konsert mana mushkamgacha YouTube kanallarida mushkamgacha bor. Endi shu o'zingizniki shu yakka konsertingiz to'g'riliq so'zlab o'tgansiz. O yakka konsertni men ashada Turpanga borgan vaqtida birinchi qitim İşte Turpanның nimlerini, usullarını ko'rdik da, usullarını ko'rib, shu yo'lda ketib berib, muallimlarim bilan paransib, men bir shamal chiqdi gap, bir shamalda, shundaq bir salkin shamalda o'tirib, men mashtaq bir usul ishlab baqsam bo'lamdi deb so'z qildik, bo'ldi. Mana sizlar mashhad o'rgangan hamma usullarni, har turli harakatlarni, har turli mashq bog'olqi zoxollarni sizlar ashak apirib ba Uyg'ur bolalarga ko'rstinglar. Bizda masalan biz meyada illi stilni jiqaraq ishlatamiz-ku. Ha, jiqaraq. Iyada masalan Lopnur, Qucha, Qumul, Xotan, mesela turli tuman usul, dolan mana stillar bo'ldi, apirib ko'rstinglar deb, shuning bilan ashada shu muallimlar bilan har turli parang bo'ldi, har turli usullarning qiziq hikoyalar bo'lgan, ashlan anglab, shu kelib ashtaq ishimda bir yerda saqlaganmiz. Nim qilsam, konsert qo'yib baqsam, masalan, ashtaq men bir sharoit yaratsa, men Ana yurt nafasi deb qo'ysam, ashtaqdagi yurt nafas shamilni ashaqning ipkasamda, shundan Gulnoradam yana boshchilikda, Zuhradam ba, biz ashu usul kechilikni ishildik. Iyada haqiqatan sanagani birinchi qitim bo'lib dolan usulni, biz dolan usulni o'rgangan bu yerda 10-yillik darajada. Dolan usulni birinchi qitim shu. Haqiqatan durust qo'l harakat bo'lsin, qo'l shakllari, put shakllari bo'lsin, bosh. Qiz o'g'illarniki harakatlari. Qiz o'g'illarni o'tishi, chambar bilsan-ku o'zing, ashtaqlarni. Birinchi qitim chaq usuli. Qumul usulni o'rganganda Gulmira muallim shu qumulga berib, o'gidib bir
professor kishi bilan o'tirib shuni yezib, shu qumulchaq usulni, xotan usullarini meshak birinchi qitim endi ashta qutuqliq o'ynab ko'rsatib chiqqan. Ajoyib. Endi siz mana hozir qumul, atush, qashqa, do'lan, mana shunaqa stillar deyapsiz. Endi mushlarniki bir-birisidan qanday ayrimchiligi bor? Mana например, hozir deyapmiz biz mana do'lan usuli, qashqa usuli, u yoq. Aslindagi ayrimchiligi nima deyapsiz? Siz u yoqda ustozlardan ko'proq bilim olgandan keyin shularning ayrimchiligini qisqacha so'zlab bersangiz. Bir-birisiga degan ayrimchilik. Bir shundaq ayrimchiligi nurg'unki, masalan, hozir biz meshalarda bir usullarni olsak, Uyg'ur usuli deydi. Birla nima ketadi Uyg'ur usuli deb. Masalan, qumul usuli. Qumul usuli bizning ili, qashqa stillariga o'xshamaydi. Qumul usul qaydan chiqdi qumul usuli desang, qumulliklar Xitoy Xansular bilan birlikda bir o'rdada yashaydi ekan. Shunlashqa bizning qumul usulimiz tataycha deb qo'yamiz-ku, tipish hashtag mangda ekanda, masalan. Tip mangda. Xitoy usulida ashta harakat bor, shakl harakat. Qo'llarni ancha igiz, do'landek bunday igiz ko'tamaymiz. Do'lanchi usul bo'lsa, masalan, do'lan degan mag'rurlik deydi. Masalan, ustozlarim degan men do'lanning qizlari hech qachon o'zini yepib nim kiyib yurgan ular otning ustida o'lab yurgan. Shu erkaklar bilan birlikda voyinstvenniy qizlar askar. Shunlashqa do'lan harakatlari igiz. Mesela bürkütledek nim qildi. Yani bir xotanlik usuli. Xotan usuli shundaq xotanliklar eng mundaq yipiq, eng chiroyli, go'zal xotanning qizlari deb hisoblaydigan. Xotanning qizlari bo'lg'achqa, xotanning qizlari o'zlarini yepib, как кошечки deb qo'ymizda, endi shundaq silliq, nежно, nozik badan ashta o'ynash kerak ekan. Masalan, biz masalan ili, mana semilichi deb qo'ymizku, miyaqnikilar. Yetsulaydi. Ashadikilar ashta ili stilni o'rgangan, ashta qo'l harakatlar bo'lsin. Böyle qucha nimaga yaqin? Qucha buddizmga yaqin. Ular shu boshqacha buddizm, ular masalan qo'saqlarni ichib, hindicha o'xshab keldi. Indiyskiga o'xshasa, bu xotanliklar, например, kiyim tarafdan bo'lsin boshqa, do'lanliklar bo'lsin, harakat shakli boshqa. Harakat shakllari ham muzika ahanglari bir-biriga o'xshamaydi. Rahmat. Ilmirada Uyg'ur xalq usullarini qaysi ellarda tanishtirish fursati bo'ldi? Shu to'g'risida ketsangiz. Biz teatr bilan teatr davlatlik akademiya teatr bo'lgandan keyin nurg'un ellar bordik. Dunyoni peqirdik desam xatolashmayman. Ashlarning ichida Turkiya, Tayvan, Moskva, Rossiyaning barliq, Tatariston, Boshqirdiston va yaqin mana o'zimizning qo'sh ellardan barlig'i berib keldik. Berib o'zimizning sandini ko'rsatib keldik. Ilmirada tajribangizda boshqa usul ansambllari bilan birlikda sahnalashtirilgan usullaringiz bormi sizniki? Boshqa ansambullar bilan biz nurg'un ishlaymiz. Birlikda, masalan, Ostonada bo'lsin, birlikda usul ishlagan Ostonada qozoq usul ansambli bor. Shu bilan birlashildik. Mishadiki bizning barliq Uyg'ur yakka ansambullar bilan, eng yaqin do'stlarimiz bilan nurg'un usullarni ishlab chiqardik. Nurg'un. Endi usul ishildi degan so'zni mana kelib qoldik. Qarang, endi sizniki mushkamgacha sizniki o'zingizniki sahnalashtirgan usullaringiz to'g'riliq. Ya'ni o'zingizniki mana mushkamgacha o'zingizniki yaxshi ko'radigan sahnalashtirgan usulingiz. Shular to'g'riliq so'zlasangiz qani. Marhamat. Haqiqatan ishlab chiqqan usullar nurg'un, biroq men o'zim yaxshi ko'rib, har bir usulning o'zining bir tarixi bor. Ishlagan usullarim, masalan, birinchi usulim Qahramon qizlar. U usul men shundoq uzoq vaqt o'ylab, yezib, jo'ndab Qahramon qizlar, shu Uyg'ur xalqining qahramon qizlari. Nazgul, Maymixon, Tumaris va Iparxon deb shu usulni ishlab, mana shundoq yaxshi darajaga. Hozir Uyg'ur teatr sahnalarida o'ynab kelyapti. Yana bir usul, mana shu Chintax usuli deb qo'yamiz-ku, shuni men Chintax usulni puant kiyib o'ynab baqsa degan bir armanim bor. Baletcha, чисто baletcha. Shu usulni amalga oshirib, bizning Nigara Evilayeva qizimiz sahnaga olib chiqdi. Shundoq yaxshi deb o'ylayman. U bizning tarixda birinchi qatim bo'lgan. Birinchi qatim. Undaq chaq usuli, masalan, qumul chaq usuli. Shu o'zim sahlashtirdim, ashaqda o'qib chiqib, ularning o'z oldiq chaq usuli bor. Biz bu yoqda qaytadan o'ziga harakatlarni boshqachadan jo'ndab qo'yib ishlab chiqqan usullar yo'q. Har bir usulning o'zining tarixi bor. Ilmirada bizniki Churlum to'pi, siz to'g'riliq sujet
tayyorlagan devdi. Qani birlikte göreylik. Merhamet. Assalamu alaikum, hürmetlik tomoshabinlar. Men bugun nihoyat xursand bo'lib o'tirman. Bizning kasbdoshlarimizni elga tonishtirish uchun, xalqimizga tomoshabinlarimizni tonishtirish uchun teatrga bir to'p bizning kasbdoshlar kelib o'tirdi. Bugungi so'z bizning teatrimizning hozirgi bosh balet meistri Elmira Baturxon qizi Saidullayeva to'g'riliq so'z bo'ldi. Elmira teatrga 2002-yili Ilibeko nomidagi Estradni Sirkova kollejini tugutib, teatrga usulchi etib keldi. Men mushu qizga o'zim teatrga kirgandan beri qarab yurdim. O'zida kelishgan qomat, talant egisi bo'lib chiqdi bu qiz. Ondan 11-yili men teatrdan mudir bo'lib tayinlandim. Bu qiz shu vaqtda homildor bo'lib, farzand ko'raman deb demelishga chiqqan. Bu qizning chiqishini kutib, bu qiz chiqqandan keyin bu qizni akirib kabinetimda so'zlashib, men teatrda usulchilar to'pining, ruxsora to'pining rahbari qilib sayildim. Mana shundan beri ishlab kelyapti. Arada men o'zim direktorning maslahatchisi bo'lib boshqa ishga o'tgandim. Mana qaytib kelib qarasam bu qizni bosh balet meistri qilib saylabdi hozir. Hozir mening bilan shu nimada birlikda Uyg'ur teatrida ishlab kelyapti. Uning kelajagidan biz rahbarlar, badiiy rahbar olsun, Qozog'iston xalq artisti Murod Ahmadiyev bo'lsin, men bo'lay, Elmira'ning biz cho'ng umidlarni qilamiz. Zo'r ta'lim salomat tilayman. İşleri utuqliq bo'lsin, farzandlik bo'ldi, oila qurdi, shu farzandlarning yaxshiligini ko'rsin, uychi ota-onasi hammasi yaxshi bo'lsin demoqchiman. Shu farzandlarning qizig'ini ko'rsin demoqchiman. Elmiram dunyoga keltirgan ota-onasiga cho'ng rahmat deyman. Mana shunchalik bizga talantli qizni berib, Uyg'ur millatining usul san'atida bizning ko'kka chiqayotgan qizimizning biri. Diqqatinglar cho'ng rahmat. Teatrga kelinglar, teatrimiz sizlar uchun ochiq. Usuldan bahramon bo'linglar. Assalamu alaykum. Sizlarni ko'rganimga bak xursand bo'ldim. Elmirada to'g'risida aytsak, intayin nurg'un dars aytalaymiz. Desak shuning arziydi. Yo'q, birinchidan faqat usulchi emas, shundaqla intayin kollektiv bilan ishlashni biladigan, har odamniki mumkinchiligini tuyadigan xoreograf. Usullarni qo'yganda biz baştan ayakçı usuluna içi kirip ketgidek bizge usullarını koyup berdi. Hemmimizneki muzikaga bo'lgan intilishimizni, usulga bo'lgan ishtiyaqimizni texmi aşırdıganға shundaq bir o'ziniki sehrli bir xususiyati bor. Shundaqla bu yoq faqat yaxshi usulchi boshliqlar emas, shundaqla bizga yaqin bo'lgan odam, o'zimizniki yaqin hadimizga o'xshash bo'lib ketgan. İşte bo'lsin, ishdan keyin bo'lsin, biz bilan yaqin munosabatda mungdashib, sirlashib, ichki sirlarimizni aytishib, mushu yerga kelib biz dam olamiz. Elmira Saidullayeva to'g'riliq men biroz beshida tanishgan to'g'riliq so'zlab bersam,
O kız bile biz tanışkanda o kız 14-15 yaşlı kızdı. O vakta usul konkurs festivallarga berip katnaşıp atkandı. Şu vakta da özü de o kız kedimki orlan ilip yukarı derecelerge yetime degan kızlarning ümidi battı. Şu vaklarda çoğun konsertlarga berip sahnege qarab, "Vay, men maştaq çoğun sahnelerge çıksam, Uyghur teatrda işlesem" dep armalattı o kız. O kızning armanlari o'rinlandi. O'qishlarga tushib, mushu Uyghur teatriga keldi. Biroz ishlagandan keyin Uyghur teatrining rahbarlari biroz guruhini Xitoy Respublikasiga usul maktabiga avatdi. U yerga borganda Elmira o'zining ba qobiliyatini, kuchini berib, qiziqib, intilib, shu yerda yangiliklarni bizning mushu Uyghur teatriga olib keldi. Ondan keyin xeyli yil usulchi bo'lib ishladi bu qiz. Hozir vaqtda, hozir bosh baletmeyster Uyghur teatriniki. Hazır özüdüm o kız toxtamasdan. Aldığı çoğun planlarını kurvatıdı. Mandaq programlarını çıqasam, mandaq usullarını koysam, dep bu kız toxtamayıdı. Maşa aldığı işlep git bardı. Kollektivde bu kızın hürmeti öte yuqur. Kollektiv yaman hürmetleydi bu kızın. Ben dep giteydi batına atanısına şunçuk bundan terbiyesini attı ki. Şunçilik adet torpaqlarını bölüdü. Şunçilik çoğun kiçiklerini sıpaylap hürmetleydi. Aş tarafını işke altındaki perzent istirahatıdı. Müş gelecekte bu kızın çoğun ümitleri var. Müş usul taraftan. Ondan bile bu kız yani bir gruplarını açtı, usul gruplarını. 5 yaşını yuqur balalarını. Aşı balalarını müş yerde neçe yıl okutup, bilim berip, aşı balalar sahnelerge, çoğun sahnelerge Uyghur teatrının sahnelerge çıktı. Hazır gelecekte o kızınki çoğun planları var. Aşı planları Xudayım Orlansın, o kızga birinçiden salametlik, uzaq ömür tileymiz. Muşu Uyghur sanatiga özünün qalğan armını kirgizmen degen armanlarga yetishga Xudayim nisip bersin, salametlik bersin. Elmirada o'zingizniki ailangiz to'g'riliq qisqacha aytib o'tgansiz. Biz baxtli aile men deb o'ylayman, chunki yo'ldoshim va ikki balam va arzulab, armanlab topgan. Yo'ldoshim san'atkor emas. Yaqin emas. San'atga yaqin emas, chunki men 30 yoshda aile qurdimda. Şoňaşqa men her daim dedim, men san'atkorga turmuşga chiqmayman deb. Şoňaşqa şu armanym orunlandy. Yo'ldoshim san'atkor emas, san'atga yaqin emas. Yaxshi ishlaydi u. Meni qo'llab-quvvatlaydi u. Barcha ikki balam bor, o'g'lim va qizim. Endi shu o'g'lingiz va qizingizni o'zingizni kelajakda shu usul qatorasiga qo'shgan o'yingiz bormi? Qiziqishi bormi o'zimizga?
O'g'limning qiziqishi batdi, chunki u 1 yoshga kirganda meni ishga chaqirib oldi. Shuning bilan u mening bilan teatrda judi desam bo'ldi, teatrda o'sdi. Teatrda shu o'ynagan qizlar, yigitlar o'ynagan usullarning bar repertuarini o'rganib olgan. Uni hammasi biladi artistlar. Shu sahnalarga chiqsam, men o'yladim, sahnalarga chiqsa qanday bo'ladi ekan deb. Shunday yaxshi o'ynatdi. Biroq bara sadiqqa berib, maktabga berib, o'pchirishi nimasi boshqacha bo'ldi, o'pchirdiki. Окружающий мирда qo'ymizku. Shu bilan bu usulni tashildi. Sadik vaqtida bir qitim yaxshi konkurs qatnashib 1-o'rin oldi. Shuning bilan shu yerda to'xtadi, ha. Qizim mening bilan san'at cho'ng bo'ldi desam xatolashmayman, chunki u texnik kichik vaqtida boshlab biz ishga kirgandik. Ishlar mening bilan teatrga boradi, mening bilan teatrdan keladi. Biroq qizimning qiziqishi yo'q usulga, san'atga yo'q. Shunlashqa men o'ylaymanki, biroq ko'nglimning bir yerda qilib qo'ygan ko'nglingiz bor. Bir yerda, biroq bular san'atkor bo'lmasa kerak deyman. Nim sababdan? San'at yo'li shunday qiyin. Ya'ni bir qetimda qo'y, неблагодарный труд deydi-ku. Shunlashqa san'atkor bo'lmasin. Eng oldi bilan yaxshi odam bo'lsin. Undan keyin mayli ustoz bo'lsin, mayli u bir yerda mashina haydasin. Главное yaxshi odam bo'lsin, mush hayotda o'zining yo'lini tepib ketsin. Agarda mening bolalarim san'atni tanlasa, qarshi bo'lmayman. Qarshi bo'lmaysiz. Biroq yurgimning bir yerda bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kerak deysiz. Ana uning yana vaqt ko'rsatasiz. Vaqt. Eng oldi bilan yaxshi odam bo'lsin. Durust deysiz. Endi bizniki savollarimiz oxiriga taqab qoldi. Endi sizniki o'zingizniki oldi qo'ygan maqsadlaringiz, armonlaringiz to'g'riliq so'zlab o'tgansiz. Armonlajiq, maqsadlarmijiq. İş tarafdan armanlar hakikaten jiq. Biz bir yerda o'tasak bizning ishimiz mangmaydi. Biz izlanishimiz kerak, jiq o'qishimiz kerak, jiq praktikovatsiya qilishimiz kerak. Shunga eng birinchi qo'ygan armanlarimning arsida shu baletmeyster bo'lib bir kechilik ishlab chiqsam degan, u kechilikni ishlab chiqadik, shunda utuqliq chiqadik. Uningga barliq baletmeysterlar bo'lsin, bizning rahbarlarimiz Ahmadiyev boshliq hadlarim bo'lsin, hammasi shunda qo'llab-quvvatlab yardım bilan biz taklim makondagi chush deb 5-1 отделение Uyg'ur baleti deb qo'yamiz-da, ashtaq ishlab chiqadik. Uni hammalar ko'rdinglar, 2-chi отделение yana shu Uyg'ur usulining stillarini ko'rsatdik. U birinchi armini maqsadim bo'lgan, u maqsadimga yetdim. Endi yana bir yerda o'tamiz, yana bir palampay chiqish kerak. Shunga hozir yana bir dramaturg bilan bir yangi usul kechiligi ishlaymiz deyapmiz. Shu maqsadim bor. Xudoyim buyursa, uni ishlab, endi bu mush qo'ygan maqsadlarni mush Qozog'iston diyorida emas, bizning diyorida emas, ya'ni chet ellarga chiqsaq degan bir arzu armonlarim bor. Ya'ni bir o'qisam degan arzu armonim bor. Masalan, men Xitoyda 1 yil o'qib chiqdim, undan keyin har yil berib 1,5 oy 2 oy praktika o'tatdim-da. Hozir mana sal aylik bo'ldim, baljaqliq bo'ldim, sal to'xtab qoldi. Biz usulchilik ishgacha o'tamiz kerak, biz izlanishimiz kerak. Shunga maqsadlarim yo'q. Hozir da'vatsam chiqib hozir o'g'irlab ketmasin, shu boshqa demay. Rahmat. Rahmat. Endi mushu bizniki hozirgi mana usulchilarga, usul ansambllariga o'zingizniki deydigan fikrlaringiz, deydigan sovet deb qo'ydik-ku. Shunaqlaringiz bo'lsa, desangiz qani marhamat. Men hozirgi yakka ansamblllarga deydigan o'z fikrim, eng oldi bilan mushu biz bir bal tarbiyalaymiz-ku. Mesela senin bas studiyaların, başka artistlarning baya studiyalari. Aşlaq bal tarbiyalash uchun birinchi biz o'qishimiz kerak. Mesela bir yerdan ko'rib elibla, mun harakatlan ep, mesela senin uslungdan bir yerni ko'chirib olsa, ruxsarnikidan bir yerni ko'chirib olsa, yana birnikini ko'chiribla, uni bosh oyog'ini ko'mayla, u ballarni to'yga chiqib, rasku masalanga iyaga chiqib ko'rsatsa, uni butkul Qozog'iston diyor ko'rdim. Mesela bu Uyg'ur usuli ashtaqkan. Qozog'iston diyor emas, hozir buni aytganda butkul chet el ko'ryapti, ha, chet el ko'ryapti. Shunlashqa birinchi o'qish kerak. Usulni birinchi o'zining badanini qanday tutish kerak. Mesela shu xoreograf o'qish kerak. Rasmi sizlar berib o'qib keldinglar Xitoylar. Ashtaq mesela bir ustoz bo'lsa, значит u o'zini birinchi ideal durust tutib, harakatlarni o'rganib, qayerdan chiqdi, qanday deb undan keyin berib bolaga o'qitish kerak. U mesela hozirgi 5 harakat o'rgatilib, hozir men xoreograf deb bir ansamblni ichibla, ikki ko'ynakni tikibla, bolalarni so'rashtirib to'yga chiqqan, uni men durust ko'rmayman. Bolalarni sahnaga chiqish u durust.
sahnaga chiqib, sahna bizni tarbiylaydi. To'ylarga chiqib, so'rab, tin tepish uni men durust ko'rmagan, ko'rmayman. Mushu kamgacha barliq xoreograflar deyman, men обращаться qilgan xoreograflar. Shunga deydiganim barliq bu yak usul ansamblning xoreograflari bo'lsin, ustozlarga eng oldi bilan yaxshi o'rganish kerak. O'zini bilimini oshirish kerak. O'qish joylari jiq, o'qib. Masalan, bu usulni desak biz milliy Uyg'ur usuli emas-ku. Uning darslar bor, klassik darsi bor, masalan, deganimda, narodniy bor, hamma yerda o'qib, bilimni shu bir diplom olgandan keyin, undan keyin har kim o'zining oldiga ansambl ichib, конечно, u degan balni tarbiyalaydi. Kelajakda u bal mumkin yaxshi balerin chiqa, mumkin yaxshi usulchi chiqa. Eng oldi bilan yaxshi o'zlarini tarbiyalasin, yaxshi o'qib, o'rgangandan keyin boshqa ballarni tarbiyalasin. Undan keyin yana bir deydigan yerim, usul, xoreograf bo'lgandan keyin o'zlari usul o'ylab tepish kerak. Sening mening yambirsning usulni o'g'irlash u durust emas. O'zining amgigi bilan, tayyan amsi deysiz. To'g'ri deysiz. Потому что немецке deysangiz, hozirgi biyalardim undaqlar endi men o'zimniki yakka ansamblim bor, undaqlar mening beshimdan o'tgan. Endi uni o'chig'ini aytgan bo'lmaydi. Endi meninkimi deganim, sizga men qo'shilaman. Endi men xoreograf, men shundoq bosh qo'ygandan keyin odam bolasi birinchidan izlanish kerak. Izin topgandan keyin o'zinikini o'xshatmash kerak bir narsaga. Tayyan ag'an men o'ylayman endi u bunaqan aytgan merazlik emas, u bunaqan aytganda. Mayli asun, biroq o'zimiz Uyg'urniki yesh kerak. Hammamiz bunaqan aytganda Uyg'urniki mayli deymiz. Biroq mushu qilgan odam, mushuni ishlagan odam, u kecha kunduz izlaydi. Muzikani izlaydi, ishlaydi, tartugidi. Uni boshqasi kelib evalsa, berma qo'ygan odamniki berma ko'ngil og'ir bo'ldi. Shuning uchun sizniki so'zingizga mamnun qildim. Cho'ng rahmat sizga. Endi sizniki o'zingizniki buni hozirgi vaqtdagi shogirdlaringiz to'g'riliq. Qanday shogirdlarni tarbiyalayapsiz, o'zingiz shogirdlarni tarbiyalayapsiz, sizning keyiningizga ketgan shogirdlar. Shular to'g'ri qisqacha so'zlab bersangiz beradi. Shogirdlarim men anchalik cho'ng emas, tek shogird tayyorlaydiganga, biroq mening o'z oldimga studiyarim bor, birinchi teatrda, hozir o'z oldiga ichib ketdik. Men balani tarbiyalab, faqat tarbiyalab, shu usulni nimalarini o'rgatib, undan keyin uchilishi bo'lsin, xoreograf bizning buni estrada sirkovoy kollejga tayyorlab, ashlar o'qish tushirman. Hozircha bundaq mening shogirdim deb aytadigan ishqil qizim bor. Ularni Xudoyim buyursa, mana bir yil o'qishga tushib, уже biz bilan teatrda ishlayapti. Birlikda ishlayapti. Ondan keyin yana bir shogirdim bordi, u qiz yurmalarga berib, chintax usulni o'ynab, o'zimning shogirdilarim to'sh birinchilikni elib, tashlab ketib chet elga ketdi. Chet elga ketdi. Aida Gayitova degan qiz shogirdingiz. Chet elga ketdi. Yasmina Anela mana hozir biz bilan birlikda ishlayapti. Ilmirada birinchidan bizning studiyamizdan nomidan, bizning programmamizdan sizga cho'ng-cho'ng rahmat aytamiz. Shunday vaqtingizni bo'lib, bizning studiyaga kelib suhbatingizga cho'ng rahmat aytamiz. Sizga utuqlarni tilaymiz. Aman bo'ling, yashnang, yeni didarlashdan aman bo'ling. Xudoyim buyursa, cho'ng-cho'ng sahnalarda, cho'ng-cho'ng konsertingizni ko'rishga Xudoyim nasib qilsin deymiz. Endi sizniki bizning studiyaga deydigan tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat. Mushtaq chaqirib, bizni hurmatlab, siylab, chaqirib, yangi kanalda, yangi usul shaydalari degan sen degandek haqiqatan bunday kanal bo'lmagan. Durust qo'ydingmi? Durust. Birinchi qitim usulchilarning hayoti to'g'riliq aşkınlarga tabriklayman, muborak bo'lsin, bosgan qadamlaringlar qutlug' bo'lsin. Igiz cho'qlardan ko'rininglar. Rahmat. Sizlarga utuq, eng главный salomatliginglar zo'r bo'lsin, ishlaringlar chaqnaversin, igiz cho'qlardan ko'rininglar. Ilmirada endi bizniki shu programmamiz usul to'g'riliq bo'lgandan keyin mana sizniki usulingizni ko'may, sizni biz studiyadan qo'yib bermaymiz. Qani sizniki usulingizni birlikda ko'rolmalar bilan qani ko'raylik. Marhamat. Ayrılmaz. Alma anna gül şafiye sul mevcut.
Rahmat. Hürmetlik ekran altki köremen dostlar. Bugünkü bizniki usul şeydaları namlı programımız tamam oldu. Yine bir didarlaşıkçan hoş, salamet bolaylı. Sizler ben boğan İmran Bakçar.